Shunaqa oppoqqina yep-yangi uyim bo'lishi Allohga oson deb niyat qiling hamda videoni oxirigacha ko'ring. Naqd 3 ta sanuzelli 5 ta xona plus hol qismiga ega bo'lgan ushbu oppoqqina chiroyli xonadonimiz 3 sotik maydonni tashkil etadi. Yashash maydoni 200 metr kvadrat. Xonadon fasad sokillari 100% bitgan, ichlari suvdan chiqqan, atapleniyalari, tepli pollari bo'lgan. Ustidan suxoy stяжкалari ham bitgan. Chiroyli, fayzli xonadonimizga yaxshi qimmat eshik romlar darvozalar o'rnatilgan. Tom qismiga sifatli tunukaponlardan foydalanilgan. Dizaynlari ham, arxitekturasi ham zamonaviy, chiroyli uslubda. Masjid, bog'cha, maktab, poliklinikalar ham juda yaqin masofada joylashgan. Agar menga ichlari ham 100% bitgan, pat-kulch tayyor kirib yashaydigan uy kerak desangiz, u tomonlama ham siz bilan kelishilgan holatda sizni didingizga, fokusingizga moslashtirib, ichlarini ham 100% ta'mirdan chiqarib berishadi. Shoshiling, bunaqangi zamonaviy uslubdagi oppoqqina, akkuratli, chiroyli, ixchamgina uylarimiz juda ham tez sotilib ketish ehtimoli yuqori. Hoziroq uy egalari bilan bog'laning, boshqa silib ketmasdan oldin ulguring. Videoni ixchamgina, zamonaviy, chiroyli uy qidirib yurgan qarindoshlarga jo'natamiz.